to'rtinchi, ota-onani farzand haqqiga qilgan duosi nimaiki, xo yaxshilikka qilsin, xo yomonlikka qilib duoibat qilsin, ikkalasi ijobat. Ikkinchisi musofirning duosi, uchinchisi mazlumni duosi. Birovdan zulm ko'rgan inson, birov o'sha zulm qilgan insonga nisbatan duoibat qilsa, juvarmay bo'lmasdan qolmaydi. Yo'q qilmasdan qolmaydi bu duoibat. Ana shu uchta, lekin to'rtinchisi yo'q. Bizlarda yo'lda ham, cho'lda ham, masjidlarda ham haligi duo qiling, ishim yurishmayapti, duo qiling, ish boshlaganman, duo qiling, qarzdor bo'lib qoldim, bizlardan duo so'rashadi. Men aytamanki, ota-onang bormi ukam deyman. Ota-onang borlar. Mani duoyim olib nima qilasan? Shularning duosini ol. Bu yerda to'rtinchisi yo'q. Domalarning ham duosi ijobat bo'ladi degan joy yo'q. Men shularga aytaman. Domilarga pul bersang duo qiladi. Ko'proq bersang 2 marta qiladi, 3-chi marta vobshe qilmaydi. Ota-onangga bersang ham qiladi,